Zaryot bomba bo'lishi uchun mana shu 3 ta narsa kerak bo'ladi. TDMda o'q tezligini oshirib va zaryot tezligini kuchaytirmoqchimisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizga foydasi tegadi. Raqibimizni ko'zi qonga to'lgan shekilli, orqasiga qaramay bizga to'g'ridan-to'g'ri yurib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin, men hisobda oldindaman. Bunaqa momentda protivnik bizga polibon burchiqlari, o'shaning uchun unga nisbatan ba'zi bir baytimni qilishga qaror qildim. To'g'ri, bu baytimiz juda default, lekin ora-orada o'xshab turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu protivnik ham mana shu oddiy default baytimizga chalg'ib shot berib qo'ydi. Ko'rishingiz mumkin, xuddi boyagi vaziyatga o'xshaydigan vaziyat. Bunga ham xuddi o'sha boyagi default baytimizni qilib ko'ramiz. Ikkinchi marta o'xshash juda ham qiyin, lekin mayli risk qilib ko'ramiz, chunki biz shotda oldindamiz. Mana ko'rdinglar, ikkinchi marta ham o'xshadi, lekin uchinchi marta xuddi shunaqa bayt qilish juda ham katta xato bo'ladi. Endi uchinchi momentda biz boshqacharoq yo'l tutamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hali ham shotdamisiz? Yaxshi, unda like va obuna tugmasini bosib qo'ying, sizdan hech nima ketmaydi. Hech qachon esingizdan chiqmasin, O'zbekiston bo'yicha eng ishonchli va arzon akkaunt savdo kanali BKSL hisoblanadi. Zaryot bomba bo'lishi uchun mana shu 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi kuchli telefon, ikkinchisi opit, uchinchisini esa kommentariyada yozib qoldiring. Agar topadigan bo'lsangiz, sizga bitta surprizim bor. Agar sizda mana shu tepada sanab o'tirgan hamma narsalar bo'la turib, lekin baribir zaryot yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, unda sizga optimizatsiyani olishni tavsiya qilaman. 100% foydasi tegadi. Любой telefonga tushirib, bemalol mana meni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa zaryot chiqarib, o'rtog'ingizni kaskasida trenovka qilishingiz mumkin. Yana bir marta eslatib o'taman, like va obuna esdan chiqmasin.